ishingda qilyaptim. Taxir. Meralga ketish kerak, yo'l katta odamsiz. Mayli. Qani qo'y, sen qora. Hop. Kir ichkariga. Kir. Voy. Ekip. Qishloq ketdi. Assalomu alaykum janob. Alaykum assalom. Kel. Siz ham chet gapirasizmi? Endi hammamiz yetim bo'lsak, endi nima qilay? Mayli. Hop, shu desangiz janob mer. Ya o't kesikda bu. Voy. Nima deyapsizing? Voy. Kesik o'ynayapsiz. Gapir tez. Hop. Короче, shu desangiz qishlog'ingizga keldim, yashagani, bu narsa qilgani. Menimcha menga joy topiladi, janob mer. Aha, joy topiladi. Nega hammalar qishloqcha gapirasiz? Bilmasam, endi hammamiz qishloqda tug'ilganimiz uchun. Sen keyingi videolarda o'zingni to'g'ri boshqacha gapirishga harakat qilamiz, chunki hozir uncha professional emasmiz. To'g'ri. Hop. Mayli bo'lmasam janob ber, men turay. Hop, kompyuteringiz lekin necha RX? Voy, stories nima? To'g'ri o'zi. Voy, mayli, addushi. Hop. Rahmat janob ber, qishlog'ingizda yashayveraymi? Ana, yashayver, o'zing. Okay, let's go. Mayli, yaxshi bor. Hop, rahmat. Ot. Bu odam qanday kes o'ynayapti, janob. Hop. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Engin O'zbek. Anchadan beri ko'rishmadik. Bitta la'nat qishloq keldi-da, men keldim, men uyg'otib kelib, men yetib. Hanjalol. Nega meni uyg'otadi savol? Menga yoqmayapti lekin. Ishi kayf qilayotgan paytimda meni uyg'otishsa umuman yoqmaydi, shuni umuman. Shuni urgularim ketadi. Mayli. Obunachilar, yaxshimisizlar, nima ham bo'ldimi? Men yo'qolib ketganim sababi ham bor. Ha do'stlar, men yo'qolib ketganimning ham sababi bor. Nega yo'qolib ketdim? Yo'qolib ketganim sababi esa menda telefon buzildi. Agar telefonim bo'lganida, men sizlarga zo'r editlar yasab berardim. U editlar sizlarga yoqqan shekilli, aktiv va bomba qo'yardinglar. Nega video olmayapsan degan joyga kelsak, men video olmasligimning sababi esa menda yaxshiroq o'rtoqlar yo'q. Ya'ni yaxshiroq o'rtoqlar yo'q deganim bu menga video olish uchun podдержка beradigan vaqti bor odamlar kerak. O'zimdan katta yoshli odamlar bor, lekin ular Minecraft'ni uji tashlashgan. Ya'ni biz uji qaradik, bizga Minecraft qiziq emas. Hop, lekin menda yangi o'rtoqlar topildi. Ya'ni Vibe Team. Vibe Team endi tushunsalar kerak, bilsalar kerak. Vibe Team eng yaxshi teamlardan biri ekan. O'tda kibrlar yo'q, o'tda nima desa bo'ladi. Sizlar tasavvur qilinglar, bitta teamga qo'shildinglar. U teamdagilar sizlarni mensimay chiqarib yuborishyapti. Sizlarni mensimayapti. Lekin Vibe Teamda hech kim menga unaqa yomon muomala qilgani yo'q. Hammasi yaxshi. Hamma bolalar yaxshi, muomalasi zo'r. Menga ko'p yordam beradigan bolalar o'tda juda ham ko'p. O'shancha Vibe Teamga o'tadi. Ortdaga bitta reklama tiqib xo'sh. Endi nega yo'qoldim sababini ham aytdim, nega video olmasligimni ham aytdim. Hozir esa men o'zim ozgina vaqt topdim va video oldim.
Ya'ni bu gapim bilan nega o'rtoqlaring qani deysizlar. Ha, o'rtoqlarim ham bo'sh emas, bilasizlar. Ular lekin Minecraftdan ketmagan, Minecraft o'ynashadi. Yordam beradi, lekin birini vaqti bo'lsa, birini vaqti bo'lmay qoladi. Chunki o'zingizlar tushunganinglardek, Minecraft o'ynash uchun vaqti вообще ko'p odamlar yo'q. Ha, boya deganinglarda boya aytdim, to'g'ri? Ya'ni ko'pchiliklar vaqti yo'q, mensimaydi deb. Lekin ularni vaqti bo'lgan payt video olaman, video buzilib qoladi. Nega? Chunki videoda kamchiliklar bo'ladi. Ko'pchiliklar, ya'ni misol uchun ko'p joylarda mod qo'shgandan qanaqadir moblar paydo bo'lib videoni buzadi, keyin ularni chaqirib qolishadi. Shuning uchun video ola olmadim. Xo'p, videoni cho'zmaylik. Mayli bo'lmasam videoga qaytamiz. Faqat ozgina qisqa bo'lib qolgan, xafa bo'lmaysizlar. Mayli, omad. Men uyimda narsalar qolib ketgan. Nega antena yo'q? Voy! Aytgancha bolalar qishloqda antena ishlamaydi-yu. Annasini. Lekin soat ishlaydi. O'zingizda bir bola, lekin nomini bilmayman. Shahardan sotib olgandim palon pulga sotib olgandan keyin uni ishlatish kerak. Voy, qo'limga ne taqonim. Bu yerda pul ishlatiradimi? 120 ming pulim bor. Yana 120 dollar. Qishloqqa bratdan so'rayman. Brat, men qarang. Brat, bu yerda suv o'tanimi? Jinimasan, qishloq bo'lsa qanaqa suv? Bu faqat izmirod o'tadi. Izmirod? Qanaqa zamonda yashayapsiz? Voy, hech bo'lmasa telefon ishlaydimi? Telefon nima deganim? Kompyuter o'ynayaptim, ha, xonamga notebook olib kelganman. Qanaqasi kompyuter o'ynayapti? O endi bu yerda nima deb o'zimiz o'ynashga narsa o'zimiz nimada o'ynab o'tiradi, qog'ozda narsalar. Qog'ozda narsalar, no. Ana u sho'rash gulda, to'xtaydi. Bu yerda chota ko'p ekan mana uni. Bu gulni olish uchun bu ancha joyga ketish kerak-ku. Sizlar вообще innovatsiya. Shu zamondan orqada qolib ketgansizlar shekilli. Bu gulni olaman. Yo'q borsam qizimga so'radim. Hop, buni albatta Umar ko'rsa bor, ichi yonadi onasini. Umar taniysizlar, aytgancha, sizlarga aytib bermadim. Kezaki bor-ku, Kezakida. Ana shu Kezaki mana do'stim, ya'ni u bilan anchadan beri do'stmiz. Unga yana telefon. Men boyman, bu gulni olib borib sotsam boyib ketaman. Hop, bu qishloq yerni ba'zasi ekan, ba'zami uyimni bilmadim, lekin вообще такой ekan. Bu meni kulbacham, ichida notebook bor. Bunga hali meni yana bitta sherigim kelishi kerak edi. Meniki Voldiydi, Voldijon. Adashmasam ikkilar shunday edi, ya'ni Voldijon. Bolalar, kanalga obuna bo'linglar. Короче, kanalga obuna bo'lsangiz, juda ham xursand bo'lardim, juda. Brat helikopter qilyaptilar bor. Brat necha anasiz, men gul yoqib qoldim sizga. Olib qo'yaman, mayli, anaqa qilmang. Gulanma qayta. Brat, qoch. Aytib, ko'p, aynan mani gulimga yopishadi. Aynan mani gulimga. Va qochishlar uchun. Xo'p, la'nati. Hop, obunachilik, mana kompyuterim zo'r, faqat ko'p mod qo'shib o'rganimgami yoki nimadir qilib o'rganimga juda ham qo'rqdim. Obunachilik yordam kerak. Men videoni nega boshida qishloq bilan gaplashish uchun qilgan bilmadim. O'rtog'imga telefon qilaman desam, ko'tarmaydi, la'nati. U ham qishloqcha gapiradi, qisam prank qilib. Prank qilishlarni bor, o'zim jinim suymaydi. Shu meni jinim suymaydi. Prank qilishlarni eng yomon ko'radi, prank qilishlarni. Mashinam anetda qolib ketgan, mana qani. Ko'rinmaydi. Uzoqda post bor ekanmi? Qanaqadir post bor ekan. Bu tarafda ekan. Post bor ekan. O'sha postni ushlab qoldim. Nimaga? Chunki
menga qaraydi, aytadi. Bu yerda mashinada kirish mumkin emas, bu narsa, u yomon narsa, lekin men ko'rib qolsa taraf. Xo'p, mayli. Obunachilar, hammaga xayr. Sizlar bilan kichkina videocha oldim. Keyingi safar o'rtoqlarim bilan katta video olaman. Ana uni qo'rqish kerak. Mayli. Bo'pti, biz ham paka-paka durisiz. Sizlar bilan o'shangan. Keyingi videoda buni boshqa narsalar chiqadi. Xo'p, mayli. Telefonim qololmadim. La'nati basharangga.